Şinjan gazetining 12 ayning 25 kunidagi maxsus xabariga asoslanganda, shu kuni Urumchida Abnum rayonining tashviqot, ideya va madaniyat xizmat yig'ini o'tkazilgan. Mashhur yig'inda so'z qilib mundaq degan: Şinjanning ideya sohasi yanada og'ir vaziyatga va mushkul vazifalarga duch kelyotidi. Ideya va madaniyat tashviqot xizmatida yana hal qilish tegishli ba'zi masalalar bor. Yangi vaziyat va yangi vazifalarni egallab, masalalar va xiraslar yuzma-yuz taqobil turish, masalalarni cho'nqur tekshirish va hal qilish bilan birga tashviqot, ideya va madaniyat xizmatining yuqori sifatli taraqqiyotini ilgari surish kerak. Shuning bilan bir vaqtda Şinjan munosabatlik tashqi tashviqotni kuchaytirish kerak. Xitoy doiralari Uyg'ur elida 2016 yildan boshlab ijro qilishga kirishgan zo'r tutqunda millionlarcha Uyg'ur va boshqa turk xalqlar lagerlarga qamalgan. Shundaqla ularning tili va madaniyati vayronchilikka duch kelganlikdan Amerika boshchiligidagi bir qism demokratik davlatlar va parlamentlar bu holni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb ayblagan. Shuning bilan birga Xitoy qarta turli jazo tadbirlarini yo'l qo'ygan edi. Ana shu sababdan Xitoy hukumati o'zining bu xildagi qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yushirish, xalqaroning ko'zdan bo'yash va jamoat fikrini o'zgartirish uchun Uyg'ur elida va chet elda saxta uchur tashviqotini kuchaytganligi ma'lum. Ammo Mashing'rining bu qatimqi yig'inda o'tirib qo'ygan talablari Xitoy hukumati ijro qilayotgan navbatdagi ta'sir tashviqot faoliyatlarining texnik yetarlik deb qaralmayotganligini bevosita ishorat qilayotganligi ma'lum. Turkiyadagi Uyg'ur tadqiqot institutining tadqiqotchisi, Selçuklu universitetining o'qituvchisi doktor Adil Uyg'ur bu vaqtda so'z bo'lganda Mashing'rining yuqorqi so'zlaridan aytilmagan ba'zi hadislarni ko'rib olg'ili bo'lganligini ta'kidlaydi. Uning qarashicha, bu hol Xitoy hukumati vatan ichi va chet ellarda o'ziga foydali saxta uchurlarni kuchab tashviq qilib kelgan bo'lsa-mu, Uyg'ur elida davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yushirib qolmaganligini ko'rsatib berdi. U bu vaqtda to'xtalib, bundan keyinmi Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi jinoyatni yushirib qololmaydiganligini alohida ta'kidladi. Bu yerdagi ideya va madaniyat tashviqot xizmati yig'inidagi maqsadi, ya'ni Xitoy ideyasi va madaniyatini Sharq Turkistonliklarningki milliy va diniy kimligini bu belgilaydigan, shundaqla bu dunyo ko'z qarashida nihoyat muhim rol o'ynaydigan islom va islomdan burunqi bu Uyg'urlarningki ideyasining o'rniga dastlashni maqsad qildi desak bo'ldi. Demakchi, endi Mashungri hozirgacha Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan bu assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik siyosatininki to'liq maqsadga yetilmaganligini, hali ham Uyg'urlarningki bu ideyasi, ya'ni milliy va bu diniy tushunchaninki Xitoyga nisbatan, ya'ni Xitoyning ideyasi va madaniyatiga nisbatan tahdid shakllantirayotganligini, buni butunlay Uyg'urlarningki millatidan yoki hayotidan, turmushidan butunlay elbitlanmaganligini, Xitoy ideyasi va madaniyatini Uyg'urlarning hayotiga to'liq amallashtirilmaganligi uchun yanada bu ideya va madaniyat tashviqot xizmatiniki zaruriyatligini his qilib, bu hozirgidek Sharq Turkistonda yurayotgan bir irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatini davomlashtirishninki niyati borligini tushunsak bo'ldi. Bu yo'l qo'yayotgan, ya'ni Xitoyning gapi bo'yicha Şinjanni gullantirish, Uyg'urlarni xalq turmush saviyaga yetkazish, Şinjanning ulasa qurishini kuchaytirish, nomrodlikdan qutulishdan iborat bu siyosatninki xalqarada Xitoylar o'ylagandek bir natijaga erishamaganligidan iborat. Shu ahvolni chiqish qilib turib, Mashungri hukumati izchil Şinjan munosabatli tashqi tashviqotni kuchaytirishni tashabbus qilyotdi deb tushunsak bo'ldi. Chunki xalqaro bo'libmi bu g'arb allari amaliyotda Xitoy hukumatiniki Sharq Turkistonda ilayotgan siyosatlarninki Uyg'urlarga, ya'ni Sharq Turkistonliklarga foyda emas, yillardan beri ig'ir ziyonlarni olib kelayotganligini yaxshi bo'ldi. Chunki u yerdagi dalil isbotlar, amaliy reallik aholi g'arb dunyosi ilmiy usullar bilan va boshqa kuzatish, boshqa yo'llar bilan bilib turayotganligini aniq. Chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari, faoliyatchilar va tadqiqotchilar Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy tilli xalqlarni nishon qilgan jinoyatlarni o'xshamagan shakllarda fosh qilgandan keyin Xitoy hukumati turli besim ichida ilojsiz Uyg'ur qirg'inchiligini inkor qilish maqsadida eshikni sirtqi planliq etishga boshlaganligi ma'lum. Shu qatorda o'zining madaniyat san'at sohasidagi kasbdoshlari, shundoqla o'ziga qalb to'ridan o'rin bergan Uyg'ur xalqi top-top bo'lib lagerlarga va turmalarga qamalib ketgandimi, erkin dunyodagi erkin fikr qilish fursatiga ega bo'lgan, ammo o'z xalqining fojialik taqdiri yoki Xitoy hukumatining inson qalbidan chiqqan yovuzlikqa qarata
sukut qilishni a'lo bilib, yillarcha Kaliforniya shtatida beshini chumkab yashagan gitarchi Erkin Abdulla mana shundoq ochqishliq paytda vatanga berib, 28 dekabr Urumchida o'yin qo'ygan. Shuningdek, o'zining yegona va o'zgacha ta'sir kuchini Xitoyning yovuzlikni fosh qilishga emas, aksicha Xitoyning odil va mehribon tabiatini isbotlashga sarf qildiganligini ko'rsatgan. Dal mush sababdan muhojiratga Uyg'ur va Uyg'ur vaziyatini kuzatkichlar Erkin Abdullaga o'xshash bir qism Uyg'urlarning mush xildagi qilmishlarini tanqidlagan. Shundaqla buning mohiyatda Xitoyning Şinjan'da zulm yo'q, Uyg'urlar xohlagancha Şinjan'a berib kelalaydi. Bu joyda Uyg'urlar xushal-xuram yashayotidi, irqiy qirg'inchilik mavjud emas degandek tashviqotga yordam qilganlik bo'lganligini ko'rsatgan edi. Amerikadagi siyosiy analizchi Dr. Underscore Mashingurining bu xildagi yo'l yo'riqlari haqida so'z bo'lganda, buningdagi ko'p qatlamli maqsadlar haqida to'xtalib o'tdi. Uning qarashicha, Mashinguri ta'kidlayotgan chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish va chet elda Şinjan haqidagi ijobiy tashviqni kuchaytirish haqidagi yo'l yo'riqlar amaliyotda Xitoy Kommunist partiyasining tipik tashviqoti. Bu Xitoy doiralarining mush orqali Uyg'ur elida yuz berayotgan qabiliklarni va jinoyatlarni yoshirmoqchi bo'layotganligini ilgari surdi. U bu haqda mundaq dedi. The purpose is right in the name. It's propaganda, and this is typical of the Chinese Communist Party, where they attempt to use things that the West. Təşviqat ideya və mədəniyyət xidməti yığınının məqsədi təşviqatdan başqa narsa emas. Xitay Kommunistik Partiyası bunu başqa dövlətlər bilan aloqa o'rnatish, mədəniyyətlər ara sayohat qilish və berib kelish orqali tinchlikni ilgari surish deb bozorga soldi. Bu Xitay Kommunistik Partiyasining tipik təşviqatı. Ammo ular amaliyotda mushuningdan foydalanib, Uyg'ur elida yuz berayotgan ishlarni yoshirishga urinadi. Şinjan'da hazır yüz berayotgan ishlarni Amerika hukumati va boshqa mustaqil o'rinlar irqiy qirg'inchilik deb tanidi. Shunga Xitoyning tub maqsadi buning qarshi tashviqot. Xitoy Kommunistik Partiyasi hozirgacha tadqiqotchi, ziyoratchi yoki sayohatchilarning Şinjan va Tibetga o'xshash rayonlarga xohlagancha sayohat qilishiga ruxsat qilib boqmadi. Axborotchilarning bu sezgur rayonlarga berib, yerli xalqlar bilan suhbatlashishi yoki ulardan savol so'rashiga Xitoy hukumati ruxsat qilmaydi. Other visitors to these sensitive regions to interview and talk to people on their own and to ask questions of populations around. This just hasn't been allowed in China. Bu to'g'risida Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi maxsus doklad e'lon qilgan bo'lib, Xitoy hukumatining sayohatni tashviqotga aylantirish urinishlari, shuningdek Uyg'ur elida erkin ozoda sayohat qilishning mumkin emasligi, u joyga borgan sayohatchilarning hukumatning qattiq kontroli ostida sayohat qilganligi qatorliq ahvollarning kuchli dalillari bilan bayon qilib bergan edi. Xitoy hukumatining bu vaqtdagi xabarlarida aytilishicha, Mashinguri bu to'g'risida alohida to'xtalib mundaq degan: Şinjan'a münasebetlik tashqi tashviqot xizmat endisi Şinjan'ning madaniyat boylik rayonidan madaniyat taraqqiyot kuchlik rayoniga aylanishini ilgari surdi. Şinjan'a münasebetlik tashqi tashviqot va jamoat fikri ko'rishda tashabbuskorlik bilan ish ko'rish, aloqa yo'llarini kengaytirish, har xil yolg'on jamoat fikri, salbiy jamoat fikri va ziyonli so'zlarni inkor qilish kerak. Bo'libmi Şinjan'a taklif qilish va Şinjan'ni sirtqa chiqarishni kengaytirish kerak. Xitoy doiralarining Şinjan'a taklif qilish va Şinjan'ni sirtqa chiqarish xizmati yaqinqi mezgillarda zo'r darajada ko'zlangan unumga erishayotganligi ma'lum. Bo'libmi siyosiyga aralashmagan kishilarning vataniga qaytib urug' tuqqanlarini yo'qlashga yo'l ochib berish, partiyaga va hukumatga sodiq kishilarning chet ellarga chiqib muhojiratdagi urug' tuqqanlar bilan jang bo'lishiga ruxsat qilish qatorliq vositalar o'z navbatida Xitoy hukumatining saxta tashviqotiga xizmat qilishdan boshqa Uyg'urlarning ong qurilmasini texnik qattiq kontrol qilish rolini o'ynayotidi deb qaralmoqda. Bo'libmi mushu xildagi kirish va chiqish faoliyatlarida rol o'ynayotgan artistlar haqidagi keskin munozirlar allaqachon ijtimoiy taraflardami tegishli o'rin egallashga o'tgan edi. Bu haqda so'z bo'lganda Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqot direktori Henrik Shajeski Mashinguri ta'kidlagan chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish, Şinjan'a taklif qilish va Şinjan'ni sirtqa chiqarish to'g'risida maxsus to'xtalib o'tdi. Radio ziyoratimiz jarayonida u bularning hammasi mohiyatda Xitoy Kommunist partiyasi uchun unumli tashviqot bo'lib qolmasdan, yana planliq va maqsadli yechivitish ekanligini ilgari surdi. Sending people out from the region, we've seen the recent examples and demonstrate that Uyghurs are free to express themselves in their language and culture, and that the narratives. Kishilarni Uyg'ur rayonidan chet elga vatish masalasiga kelsak, yaqinqi misollar va tadqiqotlar Xitoy tashviq qilayotgan Uyg'urlarning o'z tili va madaniyatini qo'llanish erkinligi, o'z tili va madaniyatini saqlash huquqining borligi haqidagi bayonlarning yolg'onligini isbotladi. Albatta, biz buni ko'ryapmiz. Chet eldagi bir qism kishilarning deyishicha, Uyg'ur rayonidan chet elga odam
ئەۋەتىش ھۆكۈمەت تەرىپىدىن كونترول قىلىنغان ۋە دۆلەت تەرىپىدىن ئورۇنلاشتۇرۇلغان ئىشلار ئىكەن. مېنىڭچە ئۇيغۇر رايونىدا تىل ۋە مەدەنىيەتنىڭ ئەركىن ۋە ئوچۇق ئىپادىلىنىشى چەكلەنگەن. چەت ئەلدە ياشايدىغان bir تۈركۈم ئۇيغۇرلارنىڭ بۇ ۋاقىتتىكى قاراشلىرى خىتاينىڭ دەۋاتقانلىرىغا پۈتۈنلەي زىت ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيسىز. شۇڭا كىشىلەرنى ئۇيغۇر رايونىدىن چەت ئەلگە ئەۋەتىش ۋە چەت ئەلدىن ئۇيغۇر رايونىغا ئادەم تەكلىپ قىلىش مېنىڭچە خىتاي ئۈچۈن ئىنتايىن ئۈنۈملۈك تەشۋىقات. نېمىشقا دېسىڭىز بۇ رايونغا بارىدىغان كىشىلەر بولۇپمۇ ئاخبارات yoki ilmiy sohaga mansub kishilar va diplomatlar hukumatning kontrolida bo'ldi. Ularning Uyg'ur rayonida xohlagan sayohat qilish fursati yo'q. Ular bir asl so'zlashganda Xitoy ham shularni yaqindan kuzatib turdi. Masalan, yaqinda Avstraliya radio shirkatining muxbirlaridan tashkillangan sayohat gruppasi Uyg'ur rayoniga bordi. Ammo ular yerlik kishilar bilan so'zlashga uringan amon bu yo'l kesib tashlandi. Ya'ni hukumat bu xil so'zlashga ruxsat qilmadi. But as soon as they tried to speak to people about without government oversight about the situation in the Uyghur region, that was quickly suppressed. Chet ellardagi ko'plagan kuzatuvchilar va tadqiqotchilar Xitoy hukumatining chet el bilan aloqa yo'llarini kengaytirish, Xinjiangga taklif qilish va Xinjiangning sirtqa chiqarishni kengaytirish siyosatini ana shu taraqqida Xitoy hukumatining Uyg'ur elida hali ham davom qilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarni yushirish, xalqaro jamoatning ko'zini bo'yash uchun o'tirib chiqarayotgan yangicha tashqi vositasi deb qaramoqda. Qadrli radio anglovchilar, bu programmani Washingtondan Uyg'ur tayyorladi.